Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bo'riyev bilan futbol kanaliga xush kelibsiz. Ushbu kanalda siz bilan birgalikda futbol uchrashuvlarini tahlil qilib boramiz. Bugungi videoda biz hafta o'rtasida bo'lib o'tgan Chempionlar Ligasi nimchorak finali Barselona Benfica uchrashuvini tahlil qilamiz. O'yin Barselonadagi Montjuic stadionida bo'lib o'tdi va 45 mingga yaqin muxlis bevosita stadiondan turib jamoalarni qo'llab-quvvatlab borishdi. O'yindan oldingi atmosfera shunchaki dahshatli edi. Hozir esa Barselonaning tarkibiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Hansi Flick eng optimal tarkibni tanladi. Albatta bitta yo'qotish, u ham bo'lsa Pau Kubarsining diskvalifikatsiyasi bilan bog'liq edi. Asosiy tarkib esa darvozada Szczesny, markaziy himoya juftligi Inigo Martinez hamda Ronald Araujodan tashkil topdi. Albatta bu Araujo uchun juda muhim uchrashuv edi. Yuqori liniyani ushlash masalasida u muammolarga duch keldi bir nechta o'yinlarda, shu uchun bu o'yinda amaliyot juda muhim edi. Qanotlarda doimgidek Kunde va Balde, tayanch zonasida Frenkie de Jong o'z o'rnini qaytarib oldi. Flick uning jismoniyati va texnik jihatdan ustunligini Casadodan ko'ra ustunroq ko'rdi. Albatta Pedri uning yonida ajoyib formasini davom ettirmoqda. Navbatdagi savol bu hujumkor yarim himoyachi pozitsiyasida edi. O'sha 10-raqam pozitsiyasida Flick Gavi yoki Dani Olmoni tanlashi talab qilinardi va yakunda Dani Olmo yana bir bor asosiy tarkibda o'z o'rnini egalladi va hujum uchligi doimgidek Lamin, Rafinha va sof hujumchi Robert Lewandowski. Benfica jamoasi esa bir nechta yo'qotishlar bilan yetib keldi. Asosiysi Di Maria hamda chap qanot himoyachisi bo'lgan Carreras ham jarohat sabab o'yinni o'tkazib yuborishdi va bu tarkib o'sha 4-3-3 klassik ko'rinishda maydonga tushdi. Asosiy futbolchilar albatta Florentino hamda Otamendi edi. O'yin esa biroz noxush xabarlar bilan boshlandi. O'sha shanba kuni vafot etgan Barselona asosiy jamoa doktori Carles Minaro xotirasiga 1 daqiqa sukut bilan o'yinni boshlab berishdi. O'yinning o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, Barselona doimgidek jiddiy bosim bilan o'yinni boshladi va 11-daqiqadayoq Lamine Yamaldan super dribling, bir harakat bilan ikkita raqib futbolchisini ortda qoldirdi va Rafinha esa chaproqda ochildi. Ichkarida Dani Olmo va Lewandowski tayyor turishgan edi va bundan keyingi harakatida Yamal Rafinhani to'p bilan ta'minladi va Rafinha o'zining imkoniyatidan foydalanib hisobni ochdi. Bu Rafinhaning 10-goli edi bu mavsum Chempionlar Ligasida. Ammo uzoqqa cho'zilmadi. Barselonaning ustunligi navbatdagi 2 daqiqadan so'ng navbatdagi burchak zarbasini Benfica amalga oshirdi va bu burchak zarbasidan Otamendi foydalanib ketdi. O'zining himoya qilayotgan Araujodan qochib ketdi va hisobni tenglashtirdi bu o'yinda. Ammo 27-daqiqaga borib bizni Lamine Yamal ijrosida yana bir zargarona vaziyat kutib turar edi. Albatta taqqoslash emas, chunki ushbu uslublardagi o'xshash jihatdan aytishimiz mumkinki, bu juda ham o'sha afsonaviy 10-raqamni bizga eslatib yubordi. E'tibor bering, to'pni Lamine qabul qilib olyapti burchakka yaqin joyda va ichkariga kirib kelyapti. Mana bu vaziyatda darvozaga bir qarab oldi. Darvozabonning pozitsiyasini kuzatdi va uzoq burchakka kuchli zarba emas, shunchaki yumshoqqina qilib to'pni joylab qo'ydi. Xuddiki basketbol setkasiga qo'l bilan to'pni tashlab qo'ygan singari. Va Lamine Yamal 30 daqiqa ichida gol va assist qayd etib, Chempionlar Ligasi tarixidagi eng yosh gol va assist qayd etgan, bir o'yinda gol va assist qayd etgan futbolchiga aylandi. Albatta bu Barselona uchun juda erkin holatni, qulay hisobni yuzaga keltirdi. Va Barselona o'yinning tempini nazorat qilib borar ekan, time yakuniga yaqinlashganda yana bir vaziyat yuzaga keldi. Bunda qarshi hujumda Alejandro Balde butun maydonni o'zi bosib o'tdi, himoya chizig'idan to hujumgacha va to'pni o'zidan-da qulayroq vaziyatda bo'lgan Rafinhaga uzatib berdi. Rafinha esa bunaqa vaziyatlarda hech qanaqa imkoniyat qoldirmaydi va bu safar ham imkoniyat qoldirmadi va o'zining o'yindagi dublini qayd etdi va bu uning 11-goli edi va umumiy statistikada 5 ta assist ham bor va u rekordlarni buzishda davom etmoqda.
va Rafinha bu mavsumda oltin to'p uchun juda ham ildam qadamlar bilan oldinga boryapti va uning 11 ta goli braziliyalik futbolchilar orasida rekord hisoblanadi. O'yinning eng yaxshi futbolchisi esa Rafinha emas yoki chiroyli gol urgan Lamine Yamal emas, balki butun o'yinni nazorat qilgan Pedri bo'ldi. Pedrining o'yinini raqamlar bizga ko'rsatib bera olmaydi. Shunday qilib o'yin 3-1 hisobda Barselonaga qulay ko'rinishda yakuniga yetdi. Ikkinchi bo'lim oxirlarida hattoki Barselona rotatsiyalar qilishga ham ulgurdi va chorak finaldagi raqib ham aniq bo'lishga ulgurdi. Barselona Chempionlar Ligasining keyingi bosqichida Borussia Dortmund bilan to'qnash keladi. Guruh bosqichida o'yin esimizda ikki jamoa Signal Iduna Parkni yondirib berishgan edi. Barselonani esa Ferran Torres olib chiqib ketgan edi. Albatta kutilmagan, ammo Ferran Torresning ikkita goli evaziga Barselona g'alaba qozongan edi va mana bu yerda bizga keyingi bosqichdagi juftliklarni ko'rishimiz mumkin. Paris Saint-Germain ingliz jamoasini Liverpoolni musobaqadan chiqarib yubordi va Aston Villa bilan o'ynaydi. Ularning potensial raqibi esa Real Madrid, qiyin o'yin o'tkazgan Real Madrid va Arsenal o'rtasidagi o'yinda aniq bo'ladi. Barselona esa Dortmund bilan o'yindagi g'olib, Bavariya yoki Inter o'yinidagi g'olib bilan to'qnashadi potensial yarim finalda. Va shu bilan do'stlar, bugungi video o'z yakuniga yetdi. Albatta kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Bu birinchi video va keyingi videolarda albatta sifatni oshirib borishga harakat qilamiz. Content yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang va har doimgidek Visca Barça.